Omad kaliti. Biz odatdagidek ustozning oldida masala tinglab o'tiribmiz. Biz u zotdan fayz olardik, baraka olardik. Shuning uchun tez-tez oldilariga borib dars olishni kanda qilmasdik. Yana shuni ham bilardikki, har safar bu dargohdan yangi bir narsa o'rganib ketamiz. Bu safar ustoz darsdan so'ng bizni xurmozorga boshladi. O'z xurmozori va boshqa bog'larni ko'rsatdi. U yerda hatto Hazratning bog'idan ham chiroyliroqlari, serhosillari bor. Umuman yaxshi ishlov berilmagan bog'lari va shoxlari tarvaqaylab yotganlari ayniqsa ko'p edi. Ustoz har doimgidek avval bizga savol berdi. Shu bog'larni ko'rib qanday xulosaga keldilaring? Nega hammaning bog'i har xil? Birinchi men javob berdim. Ustoz, menimcha bog' parvarishlashga uquvsizlik tufayli bu yerda meva bermayotgan xurmolar ko'p bo'lsa kerak. Mendan so'ng Abdulloh javob berdi. Ustoz, menimcha bu yerda mehnatga e'tibor berish kerak. Mana bu gullab yashnab turgan bog'larning egalari munosib mehnat qilgan. Yovvoyi bog'ga aylanganlarida mehnati yaxshi bo'lmagan. Bizning javoblarimizni tinglagach, ustozning o'zi javob berdi. Ikkalangizning javoblaringiz ham to'g'ri. Ammo men sal boshqacharoq javob beraman. Bu yerda omadsizlik va omadning chegarasi bor. Mana bu bog'ga qaranglar. Quriy deb qolgan. Egasini taniyman. Biz u bilan bu yerga xurmolarni birga ekkanmiz. Bog'imning yonidagi menikidan-da serhosil va chiroyli ishlov berilgan bog' egasi ham biz bilan birga ekkan. Bog'lar orasidagi farq shu qadar aniqki, xurmoni parvarishlash nima ekanini bilmagan odam ham sezadi. Biz bu yerni o'zlashtirishni boshlaganimizda juda unumsiz va o'g'ittalab edi. Tavakkal qildik. Mehnatni birga boshladik. Birinchi yili ekkan xurmolarimiz ko'karmadi. Ikkinchi yili yerni o'g'itladik. Qaytadan ekdik. Yana biz kutgan natija bo'lmadi. Uchinchi yili ko'kardi. Keyin suv berib o'g'itladik. Parvarish qildik. Men savdo ishi bilan va ilm bilan ko'p band bo'ldim. Ammo bog'ga qarashni unutmadim. Ikki tarafdagi bog' egalari ham mehnat qildi. Ammo gullab turgan bog' egasi bizdan ko'proq ishladi. U sovuqni sovuq, issiqni issiq demasdi. Bog'ga bizdan oldinroq kelib, keyinroq ketardi. Aksiga olib, uning yeri unumsizroq ekan. Qayta mehnat qilishga, qurib qolgan ko'chatlar o'rniga yangisini ekishga to'g'ri keldi. Uning boshqa tirikchiligi yo'q edi. Hosildorlikni oshirishga 1000 martalab urinishlari samara berdi va boyib ketdi. Ikkinchi tarafdagi qo'shnim ham mehnat qildi. Ammo bizdan keyinroq kelib, oldinroq ketardi. Qurib qolgan ko'chatlar o'rniga yangisini ekmasdi. Sovuq paytlar uydan chiqmas, issiq paytlar faqat juda kam mehnat qilardi. Oqibat u hamon foyda ko'rgani yo'q. Umidini uzib ham qo'ygan. Bozorga borsalaring hozir o'sha odam mardikorlik qilib yuribdi. Mening bog'imga kelsak, o'zim mehnat qilmaganim uchun ishchilar ko'ngildagidek mehnat qilmadi. Hosildorlik qo'shninikidan 3 barobar kam. Aytganlarimni tushundingizmi? Tushundik, deb tasdiqladik. Yo'q, sizlar to'liq tushunmadingiz. Anglamaganingiz ko'zingizdan ma'lum, deya ustoz gapida davom etdi. Bu yerda muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik orasida aniq farqni ko'rmayapsizlarmi? Kambag'al odamning takror urinishlari samarasi va omadsizning qilishni istamagan ishlarini qilgani uchun boyib ketgani zo'r ibrat-ku. O'rtahol odamning dangasaligi va o'ziga yoqmagan, lekin foyda keltirishi muqarrar ishlarni qilmasdan mardikorga aylangani asl fojiadan bo'lak narsa emas. Bugungi darsimni hech qachon unutmanglar. Omadsizlar qilishni istamagan ishni qilishingda. Biz ustozning gaplaridan shu qadar qattiq ta'sirlandikki, to bog'dan chiqib masjidga kelguncha bir og'iz gapirmadik. Men Abdullohning yozgan asarlarini ko'chirishga dangasalik qilganlarimni, savdo ishidagi ba'zi kelishuvlarni arzimas bahonalar bilan ortga surganimni, oqibat o'sha ishlar o'xshamaganini esladim. Yana yog'ingarchilik paytlari muhim safarlarni bekor qilganlarimni, oqibat foydadan quruq qolganlarimizni
afsus bilan xayoldan o'tkazdim. Abdullohga qarasam, shijoati yanada ortgan, ko'zlari yonib turardi. Yana ham qattiqroq mehnat qilishga bel bog'laganini va natijada daromadlarimiz mislsiz ortib ketishini his qildim va o'zimga o'zim va'da berdim. Endi qulay fursatni kutmayman. Omadsizlar qilishni istamagan ishlarni qilaman.